Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizdan ko'pchilik elektromobil so'raganda bundan 3 yoki 4 oy oldin shunaqa elektromobillar video qilib chiqargandik. Ko'pchiligi yoqdi, zavoddan chiqish to'xtab qoldi. Yana bugundan boshlab xudo xolasa ishlab chiqarish boshlandi. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Necha kilometr yuradi, dastavka xizmatlari qanaqa, xudo xolasa narxlarigacha hammasini yoritib o'tdik. Videoda oxirigacha ko'rib like bosib, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Yana bitta yangilikni zo'ri, endi mini labolar ham 2 xil paysada chiqishni boshlabdi. Xudo xolasa uni ham to'liq ma'lumotlarini berib o'tdik. Like'larni bosib qo'ygan bo'lsalar biz videoda boshlaylik. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi aka? Yaxshimisiz? Ishlaysiz yaxshimi aka? Yangiliklar kelibdi, bitta obzor qilib ko'rsataylik aka. Yangiliklarimiz keldi aka. Hamma so'ragan, hamma kutgan mashinalarimiz yetib keldi. Yangilangan holatda. Xo'p. Va yangilangan sidina, yangilangan rollarda kelib bemalol ko'rishlaring mumkin. Test drive ko'rishlaring ham mumkin. Bu tarafdan o'taylik-da, men ishlarini ko'rsataman. Sizlardan oldin bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yishlaring mumkin. Mana ichki holatlari. Yangi pozitsiyasida sidinasi bittali alohida edi, ikkita. Aha. Hozir bitta qilindi. Общий qilib qo'yilibdi endi-da. Qulaylik uchun. Dizaynlari o'zgardi, juda chiroyli holatda. Ko'rinishlar o'sha. Hozir mana sizlarga zatnik kameralarigacha ko'rsatamiz. Zatnik kameralari bor, zaryadkasini ko'rsatadi. Maksimal tezligi 50-55 bo'ladi. Xo'p. Bitta zaryad bilan hozirgi qishki holatda 150 kilometrgacha yo'l bosib o'tiladi. Aha. Qish holatida 150 kilometr yursa, yozda undan ham ko'payishi mumkin. Albatta. Yozda undan ham ko'payishi. Yuklari borlar, yozga yuklari bor. Aha. Bemalol ochib, tepasida parrelari bor. Anelari elektronniy basku, xalq tilida endi мясорубка deyiladi. Мясорубка ochishlaring mumkin. Endi keyingi pozitsiyalarda kutib qolamiz. Yangilanganlarni kutib qolamiz, elektronniy qilishlarini. Orqalarini ham ko'rishlaring mumkin bemalol. Bu tarafi qulf ekan hozir. Hozir hammasini ko'rsatamiz. Bemalol kelib test drive qilib, haydab ko'rib, yoqsa olishlaring mumkin. Zo'r. Xo'p, akkumulyatorlari qanaqa? Undan oldingi bilan bir xilmi? Undan oldingi bilan bir xil holatda kelgan. Mana ko'rishlaring. Bu tarafdan o'tamiz hozir endi. O'sha akkumulyator, katta akkumulyator litiumli. Aha, akkumulyatori o'zgarmadi-da, lekin o'sha holatda turibdi. 60 vattga 120 amperlik katta akkumulyatordan. Kilosi ham 50-55 kilo bo'ladi akkumulyatorining o'zi. O'sha original akkumulyatordan. Original akkumulyatordan ekan. Zo'r. O'z garantiya beriladi mashinachani o'zi. Garantiya beriladi, albatta garantiya beramiz. Garantiyalari beriladi, xudo xolasa. Keyin minishga ham osonda, lekin yoshi katta odamlar bo'lsa, ayollar ham olishadi buni, erkaklar ham olishadi. Minishga oson, gaz, tormoz. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Skorsi ham bu tarafdan skorni boshqaradi, ha. Oldiga, orqaga, neytralka. Qolgan joylari mashinalar bilan bir xil dvorniylar ishlaydi, faralari yonadi. Avarinniylarigacha bor. O'sha mashinalarga o'xshab danni bilishni signallari bor mana. Mana tiko signaldan ekan, zo'r ekan. Roli gidravlikadan ham yengil bo'ladi. Multi rol bo'ladi bularga mana. Turgan holatda mana, turgan holat. Zo'r, vobshe yumshoq bo'lar ekan endi bular ham. Yumshoq bo'ladi. Zo'r ekan. Aynaga parlanib ketadi qishda deydiganlar uchun, so'ng aynaga parlanadi deydiganlar uchun pechkalari ham bor. Pechkasi juda issiq isitadi, parlarni oladi. Bu tarafdan chiqib tursa parda olar ekanda. Parda oladi. Aha, zo'r ekan. Xudo xolasa bir xilda yuradi mashinamiz. Zo'r, bemalol o'chirib qo'ying. Bemalol kelishlaring mumkin. Oldi ko'rinishlari ham juda chiroyli chiqqan ekan. Bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar ham obuna bo'lib qolsanglar, shunaqa chiroyli ma'lumotlar o'tkazib yubormaysizlar. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar, narxini ham aytib o'taman. Undan oldin laboyimizni ham obzor qilib beraman. Hammasi bir xil pozitsiyada bular, turganlar. Hammasi bir xil pozitsiyada bo'ladi. Hammasi bir xil, ha. Bu kichkina laboyimiz. Xo'p. Buni kattasi ham bor. Kattalari ham bor. Kattasini ham ko'rsatamiz, ag'da turibdi. Xo'p. Bu laboyimiz o'sha ko'rinishda. Oldida dugalari bor ekan. Razmerlari 2 ga 125lik. Xo'p. Bu hozirgi qishki sharoitda 70-80 kilometr yo'l bosib o'tadi. Aha. Ichkilarini bitta ko'rsatsa bo'ladimi? Oldida dvorniylari bor. Mana hozir sizga ochib beraman bag'rini. Ko'rishlar mumkin, holatlarini ham chotki holatda xudo xolasa chiqib qo'ygan ekan. Sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Ichlari labolar bilan bir xil. Razmeri ham labo bilan bir xil, mana ko'rishlaring mumkin. Zo'r. Zatnik kameralari bor, tezligini ko'rsatadi, zaryadkasini ko'rsatadi, qancha vatt ketayotganigacha ko'rsatadi. Hammasini ko'rsatib turar ekanda. Rollari ham multi rol, buniki ham bemalol yengil, mana turgan joyida bitta qo'lda. Zo'r ekanda. Bu ham o'sha bor mashinalarga o'xshaydi, bemalol mana hamma yo'g'i. Boshqarish bir xilmi? Gaz tormoz, bunda ham. Bunda keyin tepada projektorlari bo'ladi. Tepada projektorlari bor. Zo'r ekan. Hozir ko'rsatamiz yana. Buni ham pechkasi bor, buni pechkasi. Ikkita joydan chiqadi akalar. Ikkita joydan chiqadi. Bu ham parlanib ketmaydi, bemalol. Kelib ko'rishlar bo'lar ekanda, bemalol. Bu qish kunida pasayadi. Xo'p. 70-80 yuradi, lekin yozga chiqib
120, 130 gacha yurib beradi bemalol. Bemalol. Bemalol yurib beradi. Zo'r ekan. 1 tonna yuk oladi. 1 tonna yuk ko'taradi. 1 tonna yuk Javob ko'taradi. ko'tarishiga xudo xolasa. Aha. Zo'r. Bu zapaska balon o'zinikimi yo boshqasinikimi? Zapaska balon uchuniki. Zapaska balon beriladi. Zapaska balonlari beriladi. Bort razmerlari qanaqa edi? Bitta aytaylik. Bort razmerlari 2 ga 125 lik bo'ladi. 2 ga 125. Bitta qo'lda bemalol ko'tarib tushirchalaring bo'ladi buni. Mana ko'rishlaring mumkin. Akkumulyatorlari yangi akkumulyatorlarda. 1800 lik miya motor. Xo'p, zo'r ekan. Original. Baquvvat ishlangan ekan, taylarda amortizatorlargacha bor ekan. Garantiya beriladi bunga ham, xudo xolasa. Zo'r mana. Ko'ringlar, bort razmerlari ham undan oldinga qaraganda anchagina katta bo'lib chiqdi. Plus tarafi. Zapaskasi ham bor ekan. Zapaska balon. Ko'chada qolib ketmas ekan. Tepada dugalari ham bor. Bemalol 50-60 kilo yuk ko'taraveradi. Bular akalar ramaga qatirilgan bo'ladi, bemalol ko'taradi ramaga qatirilganlari. Muammosi yuklab ketaverar ekan. Mana projektorlari ikkita. Yo'lni yoriq qilib beradi. Soldida mabodo uyda tegib ketadigan bo'lsa, shilinmasligi uchun dugalar ham qo'yilgan. Dugalargacha o'rnatilgan. Ikkita LED fara bor. Juda chiroyli ishlab qo'yilgan ekan. Bunisini undan oldingisi sal boshqacharoq edi. Zo'r. Bundan kattarog'i nari tarafda bormi? Bundan kattarog'i ham bor. Bo'ldi, u tarafga o'taylik. Ana unga qaraganda sal kattarog'i deyapti. Buni ham bitta to'liq obzor qilib beramiz. Kattarog'i nima farqi bor endi unga qaraganda? Farqi aka. Kesalaring ko'rasizlar, bortida juda katta farqi bor. Buni borti kattaroq. Kabinasi ham ancha katta bo'ladi buni. Ha, ularga qaraganda. Unga qaraganda kattaroq, lekin vazn ko'tarishi bir xil, 1 tonna. 1 tonna ko'taraveradi, ha. Ichiga o'tirishingiz mumkin, bemalol kelib ko'rsating. Sal o'zi gabarit kattaroq odamlarga mana shu tavsiya qilinar ekanda. Bemalol, ichlari bemalol. Men o'zi bo'yim mana. Bo'yim 1.87. Ichida bemalol o'tiribman. Pashti 1.90, 1.95 odamlar ham sig'sa kerak. Ha, o'zi kattaroq odamlarga ham. Ketaveradi. Mana men o'tirsam, yonimda yana mashincha joy oshib qolyapti. Bemalol o'tirsa bo'lar ekanda. Bunda ham zatni kamerasi bor. Xo'p. Buni kolonkalari ham bor mana, ko'rib turganlaringda. Bu telefon ilovasalaringdan bo'la, galereya, SMS, telefon hamma yoqqa kiraverasizlar bunda. Ha, shunaqami bunda? Boshqacha ekanda. Multi buniki. Xo'p. Pashti ekran buniki. Ekrani, Tezliklari 50-55. Bunda ham xuddi o'sha qancha zaryad ketayotganini, qancha vatt ketayotganini ko'rsatib turadi. Hammasi. Haydashlar o'sha. Hammasini ko'rsatadi. Bunda ham pechka bor. Faqat bunda bitta o'rtada. Ha, o'rtada bo'lgan ekanda. Bitta qilib kattaroq qo'yishgan ekanda. Kattaroq bo'lgan. Lekin parlanmaydi, yaxshi chiqaradi. Lyuklari bor, ventilyatorlari bor. Zo'r. Bular yurish kilometrlari qanaqa endi? Buniki ham o'sha 70-80 kilometr yuradi. Bir xilda, narigilar bilan bir xilda. Tepalikqa chiqolmaydi. Boshqa elektronniy bu zaryad ko'p ketib qoladi deydiganlar uchun bunda panejinniy ham bor. Panejinniy peridacha bo'ladi, hammasi. Tarafi ochiq ekan mana. Panejinniy peridachalarimiz bo'ladi. Bemalol totib qo'yib, xolagan tepaliqlaringga chiqib ketaverasizlar. Motor bir xilda ishlab beradi, panejinni yoqib qo'ysalaring. Aha, zo'r ekanda. Bu ichki holatlari ham nariga qaraganda dizayni sal yaxshilangan ekan. Plus tarafi mana ekanda, unda displey bor ekanda. Displey bor ekan, zo'r ekan. Dvornisigacha farasi, hamma narsasi bor, hamma narsasi xudo xolasa zo'r chiqib qo'ygan ekan. Buni faqat qora rangidanmi yo boshqa ranglari ham bormi? Oq rangimiz ham bor bunda. Oq rangi bor, xudo xolasa. Oq rangi bor, xudo xolasa. Topib beriladi. Zo'r ekan. Aha. Bort razmerlari buniki 2 ga 125 lik, bir xil. Bir xil. Lekin chuqurroq buniki. Nari o'tgan safargingizga qaraganda chuqurroq. Chuqurroq chiqqan ekanda, ha. Zo'r. Yurishlari bir xil, vidlari bir xil pashti. Bunda ham projektorlari bo'ladi. Bunga ham o'sha garantiyalar beriladi. Garantiya beriladi. Garantiya beriladi. Buni bo'ladigan narxiga keladigan bo'lsak, $2200 beramiz buni. Bo'ladigan. $2200. Ha. Zo'r. Undan oldingisini $2100 beramiz. $2100 farqi bor. $100 farqi bor, ha. $100 farqi bor, lekin ko'rinishlar bir xil, hamma yo'g'i bir xil, yurishlari bir xil. Zo'r. Xudo xolasa. Aha, mashinachalar narxlarini necha puldan qilib berasizlar? Mashinachalarimiz narxini hozirgi kunda $2500 qilib beryapmiz, $2500 dan. $2500 dan. Xo'p. Kesalaring yana kelishamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, bemalol kelaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab qanaqa? Pullimi kelishilgan holda qilib berasizlar? O'zbekiston bo'ylab 50-50 xizmat bo'ladi. 50-50, ha. 50% u to'laydi, 50% biz to'laymiz. Xolasa u mashina topsin, xolasa biz mashina topamiz. Ha, unisini qizig'i yo'q. Unisini qizig'i yo'q. Masalan, 500 ming bo'lsa yo'l kirasizlar, 250 ming berasizlar, u 250 ming beradi. Yetib boradi. Rozilikda bo'lar ekanda, xudo xolasa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveringlar. Oyatullo uz kanalidan oldim deyishni unutmaysizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa chiroyli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.